Yil davomida bolajonlar intiqib kutgan daqiqalar, Qorbobo va Qorqiz ertak qahramonlarining chiqishlari. Qarshi shahridagi Imkon reabilitatsiya markaziga ega davlat ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining jajjilari uchun o'tkazilgan bayram tadbiri bir olam zavq bag'ishladi. Qorbobomiz oppoq pishanasi yalpiq, hashasi uzunchoq, ko'para beri o'yinchoq. Bugungi tadbirda mana shu bolajonlarimizni kayfiyatini ko'tarish, ulug'lash uchun Qorbobo, Qorqiz, ertak qahramonlari chiroyli sahnalashtirilgan spektakllar, tomoshalar bilan bugungi bolajonlarni alohida quvontiramiz degan umidga shu yerda tashrif buyurganmiz. Ertak qahramonlarimizdan tortib, ularga prezidentimiz tomonidan yuborilgan alohida sovg'a bir katta kayfiyat bo'layotgan bo'lsa, o'sha kayfiyatni muhrlovchi, mustahkamlovchi bizni ertak qahramonlarimiz, milliy qahramonlarimiz bolalarimizni bayramona kayfiyatiga kayfiyat qo'shishiga ishonaman. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, imkoniyati cheklangan bo'lsa-da, ularga quvonch, shodlik ulashish maqsadida muhtaram prezidentimizning bayram sovg'alari tantanali ravishda topshirilmoqda. Badiiy kechada esa Qorbobo va Qorqizning chiqishi ularga bir olam shodlik ulashyapti. Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimov tantanaga tashrif buyurib, prezident sovg'alarini topshirdi. 24 turdagi o'quv qurollar va 34 xil shirinliklardan iborat bo'lgan 1099 dona prezident sovg'alari Qashqadaryoga yetib keldi. Bular Muruvvat va kichik hajmli bolalar uylari tarbiyalanuvchilari, oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilari, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan vasiylik, homiylik va patronatga berilgan bolalar, shuningdek yurtimiz tinchligi yo'lida qurbon bo'lgan huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining farzandlariga berilmoqda. Ijtimoiy ko'makka muhtoj, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan, alohida o'sha ko'makka muhtoj bo'lgan qatlamlar bilan ishlash, ularga manzilli ko'mak ko'rsatish maqsadida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan qator insonparvarlik dasturlari ishlab chiqildi. Prezidentimizning mana shu sohada olib borayotgan siyosatlarini bugun biz amalda joylarda ko'rib turibmiz. Bolalarning tazyiq va zo'ravonlikka qarshi prezidentimizning farmonlari e'lon qilinib, har bitta bola u qayerda tug'ilgani, kimning farzandi ekanligi, ijtimoiy kelib chiqishi, irqi, dinidan qat'iy nazar u bola ekanligi, hamma bolalarda o'sha yashash uchun, ta'lim olishlari uchun, sog'liqlarini tiklashlari uchun imkoniyatlari bir xil ekanligini yana bir marta ta'kidlandi. Bayram kechasi quvonchga boy bo'ldi. Mittivoylarning kayfiyatlari a'lo darajada. Tadbirdan o'rin olgan bir qator badiiy chiqishlar ertaklar mamlakatiga ekskursiya qilishlariga sabab bo'ldi. Men nevrolog sifatida tashkilotimizdagi bolajonlarni har birini o'ziga xos bo'lgan kuchli tomonlarini va ularga kerakli bo'lgan kuchsiz tomonlarini aniqlab, ularga aynan qaysi sohasida yordam kerak, qaysi qismida biz ularga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak va bolajonlarimizni o'sha olayotgan mashg'ulotlarini belgilashda men o'z hissamni qo'shib kelmoqdaman. Mehr, g'amxo'rlik, ijtimoiy himoyaga muhtoj bolajonlarga berilgan e'tibor ularni barcha tengdoshlaridek yashashlariga zamin yaratmoqda. Ana shunday yuqori kayfiyat hadya etadigan yangi yil bayrami esa barchaga muborak bo'lsin.